Ba'zi kitoblar bor, ularni shunchaki o'qib chiqasan va vaqt o'tib unutasan. Yana shunday asarlar ham borki, ular qalbingizda iz qoldiradi, fikrlaringni o'zgartiradi va hayotga boshqacha nigoh bilan qarashni majbur qiladi. Kichkina shahzoda ana shunday noyob asarlardan biridir. Bu kitobni tushunish uchun faqat ko'z bilan o'qish yetarli emas, uni yurak bilan his qilish kerak. Asar kichkina bir shahzodaning sayohati haqida hikoya qiladi. U o'zining kichik sayyorasida yashaydi. Bu sayyorada undan boshqa faqat bir dona gul bor. Dastlab bu gul oddiydek tuyuladi, lekin vaqt o'tgan sari u shahzoda uchun juda qadrli bo'lib qoladi. Chunki u unga mehr beradi, vaqt ajratadi va unga g'amxo'rlik qiladi. Shu orqali biz juda muhim haqiqatni anglaymiz. Biror narsa biz uchun qadrli bo'lishi unga qancha mehr berganimizga bog'liq. Shahzoda o'z sayyorasidan chiqib, boshqa sayyoralarga sayohat qiladi. Har bir sayyorada u turli insonlar bilan uchrashadi. Bu insonlar turli xarakterga ega bo'lib, aslida jamiyatimizdagi odamlarning timsoli hisoblanadi. Masalan, podshoh hammani boshqarishni xohlaydigan, lekin aslida yolg'iz qolgan inson. Man kishi boshqalarning e'tiboriga muhtoj, lekin chinakam mehrni his qila olmaydigan odam. Ichkilikka berilgan kishi esa o'z muammolaridan qochishga urinayotgan, lekin bundan chiqa olmayotgan insondir. Ishbilarmon esa butun umrini hisob-kitob bilan o'tkazib, hayotning asl mazmunini unutgan odamdir. Bu obrazlar orqali yozuvchi bizga shuni ko'rsatadi. Ko'pchilik insonlar hayotning haqiqiy qadriyatlarini unutib qo'ygan. Ular tashqi narsalarga berilib ketgan, lekin ichki dunyosini boyitishni unutgan. Kattalar dunyosi ko'pincha murakkab ko'rinadi. Ular sonlar, rejalar, maqsadlar bilan yashaydi. Lekin ular oddiy quvonchlarni ko'rmay qo'yadi. Masalan, quyosh botishini tomosha qilish, oddiy suhbatdan zavq olish yoki kimnidir chin dildan qadrlash, bular ularga ahamiyatsizdek tuyuladi. Aslida esa hayotning eng katta baxti aynan shunday oddiy lahzalarda yashiringan. Kichkina shahzoda esa boshqacha. U dunyoga bolalarcha poklik bilan qaraydi. U uchun har bir narsa muhim, har bir kichik detal uning e'tiboridan chetda qolmaydi. Aynan shu jihati bilan u kattalardan farq qiladi. U murakkablikni emas, soddalikni tanlaydi. Asarning eng ta'sirli qismi bu tulki bilan uchrashuvdir. Tulki shahzodaga do'stlikning asl mohiyatini tushuntiradi. U shunday deydi: agar sen kimnidir o'zingga yaqin qilsang, unga vaqt ajratsang, uni tushunsang, u sen uchun yagona bo'lib qoladi. Bu esa katta mas'uliyatni anglatadi. Chunki yaqinlik bu faqat quvonch emas, balki javobgarlik hamdir. Tulki yana bir muhim haqiqatni aytadi. Eng muhim narsalar ko'zga ko'rinmaydi. Ularni faqat yurak bilan sezish mumkin. Bu gap asarning yuragi hisoblanadi. Biz ko'pincha tashqi ko'rinishga qarab baho beramiz. Kimning kiyimi chiroyli, kimning puli ko'p, kim mashhur, shularni muhim deb o'ylaymiz, lekin aslida insonning qadri uning qalbida. Mehr, sadoqat, samimiyat mana haqiqiy boylik. Shahzodaning o'z guli bilan bo'lgan munosabati ham juda chuqur ma'noga ega. Garchi gul injiq bo'lsa ham, u shahzoda uchun eng azizdir. Chunki u unga mehr bergan. Bu esa bizga shuni o'rgatadi. Sevgi bu faqat his emas, balki harakatdir. Agar sen kimnidir sevgan bo'lsang, unga vaqt ajratasan, uni tushunishga harakat qilasan va unga befarq bo'la olmaysan. Bu asar o'quvchini chuqur o'ylashga majbur qiladi. Ba'zida uni o'qib jim qolasan, chunki har bir satrda o'zingni ko'rasan. Ba'zida o'zingni o'sha ishbilarmon kabi his qilasan. Doim band, lekin aslida nimadir yetishmayotgandek. Ba'zida esa man odamga o'xshab qolganingni anglaysan. Aslida esa biz hammamiz bir vaqtlar kichkina shahzoda bo'lganmiz. Biz ham oddiy narsalardan quvonishni bilganmiz. Bir dona gul ham bizni baxtli qilgan. Lekin vaqt o'tib biz ulg'ayganmiz va asta-sekin bu hislarni yo'qota boshlaganmiz. Bu kitob esa bizni o'sha hislarga qaytaradi. U bizga shuni eslatadi. Hayot murakkab emas. Uni murakkab qiladigan o'zimizdir. Agar biz biroz sekinlashsak, atrofimizga diqqat bilan qarasak, yaqinlarimizni qadrlasak, balki hayotimiz yanada mazmunli bo'lib qolar. Balki biz ham yana oddiy narsalardan quvonishni o'rganar edik. Kichkina shahzoda bu shunchaki kitob emas. Bu o'zimiz bilan suhbat. Bu ichki dunyomizga sayohat. Har safar uni o'qiganimizda o'zimiz haqida yangi narsalar bilib olamiz. Bu asarni bir marta o'qish yetarli emas. Har safar qayta o'qiganda u sizga yangi ma'no beradi. Chunki siz o'zgarganingiz sari bu kitob ham siz uchun yangicha ochiladi. Ba'zi kitoblar savollarga javob beradi,
kichkina shahzoda esa savollar beradi. Va balki aynan shu sababli u juda qadrlidir. Chunki u sizni o'ylashga majbur qiladi, sizni o'zingiz bilan yuzlashtiradi. Hayotda eng muhim narsalar ko'rinmaydi, ular his qilinadi. Mehr, do'stlik, sadoqat bularni ko'z bilan emas, yurak bilan ko'rish kerak. Shuning uchun ham bu kitobni shunchaki o'qimang, uni his qiling. Har bir satrini yuragingizdan o'tkazing va balki siz ham ichingizdagi o'sha kichkina shahzodani yana topa olarsiz. Chunki u hali ham o'sha yerda, qalbingizning eng chuqur burchagida sizni kutib turibdi. Agar video sizga ozgina bo'lsa ham ta'sir qilgan bo'lsa, like bosing. Kanalni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'ling. Sizni eng ko'p o'ylantirgan fikrni kommentda yozib qoldiring. Va esda tuting, eng muhim narsalar ko'zga ko'rinmaydi, ular yurak bilan his qilinadi.